Lola? Voy, bu nima qilganing? Ha, bolang tushib qoladi-ku. Men mashg'ulot qilishim kerak. Ha, opa, tinchlikmi? Salonga bormayman deb kepsiz-u? Bitta choyxona palov bo'lsin. Bir maza qilaylik. Hech kim palov qilmaydi. Ismlari Shohida. Avval qayerda ishlagansiz? Dugonamnikida. Nima degani u parazit? Parazit birov organizmiga yopishib oladigan maxluq, tushundingmi? Dunyodagi eng qo'rqinchli maxluq bu odam bo'ladi. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Tinchlikmi? Asabiylashganimda nima bilandir shug'ullangim keladi. Hech kim bilan gaplashishni xohlamayman. Nima bo'ldi? Oyim bilan janjallashdingizmi? Yo'q, urushmadik. Shunchaki yuragidagi gapni aytdi. U o'zbek qizini kelin qilishni xohlagan ekan. Meni oyim majburlagandan keyin sen majbur bo'lgansan. Shuning uchun menga uylangansan. Bo'ldimi? Nima bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Shu rostmi? Noto'g'ri gapiryapmanmi? Lena, hammasini juda yaxshi bilasan. Nimaga bu haqda men bilan bahslashyapsan? Men senga yosh bola emasman. Oying hamisha shunday deydi. Senga haqiqat kerakmi? Ha, gapir. Menga juda ham qiziq. Haqiqatni aytaymi? Ha, haqiqatni eshitishni xohlayman. Gapir. Men haqiqatni xohlayman deyapman. Nimaga jimsan? Gapir. Boshlanibdi-ku. Nima, sen meni aybdor qilmoqchimisan? Nima, o'zingni oppoq deb o'ylayapsanmi? Nima? Ahmoq ekansan. Xudoga shukr, qilganlarim kor qildi. Xudo xolasi o'z oyog'i bilan chiqib ketsin. Boshqa yuzini ko'rmayman. Badbashara. Bo'ldi qil, Lena. Voy. O'g'limni urib dedimi? O'zing urotsan. Oldin bitta bolani tug'ib katta qilib qo'y. Tinchib qoldi-yu. Tinchib qoldi. To'xta, Lena. Meni kechir. Kel gaplashib olamiz. Qo'yib yubor meni. Tegma menga, qo'yib yubor, men ketaman. Sendaqa beburt odamni yuzini ko'rgandan ko'ra ketganim yaxshi. Hech qayerga ketmaysan, Lena. Qo'yib yubor qo'limni. Hech qayerga ketmaysan dedim. Ur? Men hozir baqiraman. Yo'limdan qoch. Hech qayerga bormaysan. Meni o'tkazib yubor, yaxshilikcha aytyapman. Hech qayerga bormaysan deyapman. Sendan ruxsat so'ramayman. Qoch. Ketmaysan deyapman senga. Suday. Urishib bilmaydi. Ha? Voy, oyijon. Oyijonlamang. Men bularni kiyib oling. Bu nima? Endi shuni kiyib yuramanmi? Ay, xudoyim-ey. Kinolarda ko'rganmisiz? Xizmatkorlar nima kiyishini? Shunaqa formada yurishadi, kiyib oling. Oyijon. Oyijonlamang, eshitib qoladi. Uzr, og'zimdan chiqib ketyapti-da. Qo'ying og'zingizni. Jim yuring. Shuni kiying-da, Sodiq Turg'unichi yo'llariga chiqing. Xo'p. Bo'ling.
Sodiq Turg'unovichmish. Sodiq amaki desam bo'lmaydimi? Nimaga kelding? Nimaga bolani olib qo'ymoqchisiz? Sen baribir uni boqa olmaysan. Men qattiq non yesam ham bolamni boqa olaman. Nima uchun Aysha qiynalishi kerak? Sen bilan qolsa uni kelajagi barbod bo'ladi. Xotiningiz meni bolamni yomon ko'radi. Qabul qilmaydi. Qabul qiladi. Seni ishing bo'lmasin. Men bolamni berib qo'ymayman. Qonuniy otasiman. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Menga qarang, qanaqa odamsiz o'zi? Shunaqa. Maraz odamman. Men bilan hazillashishdan oldin o'ylash kerak edi. Yolg'on gapirishning oqibati mana shunaqa bo'ladi. Ha. Demak, meni unutmabsiz. Unuta olmaysiz ham. Ha, shunday qilib o'ch olmoqchisiz-da. A? Meni xafa bo'lishimni, yalinishimni kutyapsiz. Ha, mayli. Unday bo'lsa, yarashamiz. Men qara. Sen bilan yarashish niyatim yo'q, tushundingmi? Ko'zimga ko'rinman boshqa. Qani davom eting. Ana. Omon bo'ling. Yaxshi, yaxshi. Tutqizgan kurashga to'ymaydi deydi. Yana bittadan o'ynaymiz, xo'pmi? Mayli. Keling. Keling. Choy ichib olinglar. Mana Sobir To'laganovich. Kim? Sobir To'laganovich. Sodiq Turg'unovich. Qulog'ingiz bilan eshitib oling yaxshilab. Meni ismim Sodiq Turg'unovich. Xo'pmi? Men qara, Banu, bu qizni qayerdan topdingiz? Kechirasiz. Familiyani adashtirib qo'yadigan odatim bor, amaki. Nima? Ko'chadagi kioskada o'tirgan odamni amaki deysiz, xo'pmi? Sodiq Turg'unovich, boring, oshxonaga boring. Amakimish. Arzimagan gapga siqilmang, qo'ying. O'rganib ketadi. Muhim oyoq qo'li chaqqon. Mayli, bir ikki kun sinov muddatida ko'ramiz. Bitta ism sharif to'g'ri ayta olmagan odam nimani qoya qilishi mumkin? Supur Siddirga unchalik aql kerak emas.
hamma ish qilishga ham farosat kerak, xonim. Marhamat. Rahmat. Qani? Nosilboy, marhamat, sizdan bo'lsin Sizlar o'zlaridan. o'tirib turing. Hurmatingiz bor. Boshlang. Men hozir. Qayilma. Undoq bo'lsa biz mana bunday yo'lini ochib qo'ydik. Ha. Menga qarang. Farosatingiz bormi? Amakiga balo bormi? Og'zimdan chiqib ketib qoldi-da. Voy, og'zingiz qursin, tikib yuring dedim sizga, tikib. Telefoningizga katta qilib yozib qo'ying. Sodiq Turg'unovich Nazokat Botirovna deb. Xo'p. Bo'ldi. Ovqatingiz tayyormi? Ha, tayyor. Tomosha yetadi. Boring uyga. O'rgating eringizga ham. Nazokat Botirovna Sodiq Turg'unovich deb. Oyijon, avvalgi uyimizda hech ham bunaqa bo'lmagan-ku. Yana oyijon deydi-ya. Voy xudoyim-ey. G'aybul aka, bunga o'xshab boyvachcha bo'lmagan. Ziqnaydi. Undan pul chiqishi qiyin edi. Buni puli vo. Uni sekin o'zimizga o'rgatib olishimiz kerak-ku. Keyin bu kishini jahllari yomon ekan, qo'rqib ketdim. Voy, muncha noziksiz. Jahldormas. Shunaqa ko'rinadi. Aytganini qilsangiz, hamma narsani vaqtida qilsangiz, hech narsa bo'lmaydi. Boring, kiyimingizni almashtiring. Ketamiz. Xo'p. Bo'ling. Ehtiyot bo'ling. Voy, nima karomat ko'rsatibdi bu. Yaxshi. Hamma yo'q dietistka ovqat bo'pti. Nima? O'g'lingiz oldida uyalib ketdingizmi? O'chir ovozingni. Bu isqirtni nimaga xonangizga kiritdingiz? O'zim kirdim. Menga qara. Qachon bizni oilamizni tinch qo'yasan? Ha, o'lganimdan keyin tinchiysizlar. Menga qara, chiqib ket bu yerdan. Ko'zimga ko'rinma boshqa. Agar meni ko'rishni istamasangiz, arizani qaytarib oling. Hech qachon qaytarib olmayman. Aysha sendek yengiltak bo'lib o'sishiga yo'l qo'ymayman. Ha. Mayli. Unda men ham sizlarning asabiylarga tegishdan to'xtamayman. Hali o'g'lingiz bilmaydigan ancha gaplar bor. Bu nima deyapti? Qanaqa gaplar bor? E'tibor berma. Gapiraveradi, bilasan-ku, achchiq ustida. Aka, hidi muncha shirin. Yur ketaylik. Qornim ochib ketdi-da. Yegim kelyapti. Bo'pti, bitta samsonliqqa. Doim bashliq qilib pulingni ishlatib qo'yasan-a? Sen bilan kelishgandik-ku. O'g'il bola kuchli bo'lish kerak. Mayli, olmayman. Oyim uchunchi deyman. Lekin rosa hidi chiqyapti. Yur, pulimizni borini sanaymiz. O'zi qancha pul yo'q deng? Sanamadim, lekin ko'p. Agar ortsa bitta somsa olasan, mayli. Xo'p. Dada, bu nima deganingiz? U bilan hamma aloqani uzdim degandingiz-ku. Yo, yana bizni aldadingizmi? Men chiqib tura qolay. Nima deyman? Ko'ryapsan, o'zi kirib keldi. Obbo, dada, o'zim ko'zim bilan ko'rdim-ku hammasini.
O'g'lim, men katta odamman. Bitta gapiraman. Men sizdan buni kutmagandim. Butunlay bizni oilamizga qaytib keldingiz deb o'ylab yuribman. Iloyo ilovunda qaytib kelib, shetlidan ko'chib ketsin. Uyimdan ketmagunicha tinch qo'ymayman. Voy, opa nima qilyapsiz? Baylarni ko'rgan kelgandim. Yo'q ekan. Nima sepyapsiz? Voy, hech narsa, o'zi suv sep bilgan ekan. Voy, tavba. Iloyim, qilgan jodularing o'zingga qaytsin. O'zingga qaytsin. Mana. O'zingga qaytsin hammasi. Tavba qildim. Bu qanaqa kampir bo'ldi? Mana aka. Oho, namuncha buklab tashlading? Endi cho'ntagimga berkitib qo'ygandim-da. Ber. Voy. Shunga hijimlanib ketibdi. Aka, yetarmikan? Hozir saniylikchi. Menda ham biroz pul bor edi. Nech pul ekan? 50 ming. Oyimga sovg'a olishga yetadimi? Bilmadim, yetsa kerak. Qimmat sovg'alarga ko'p pul kerak-a? Aka, endi somsaga pul yetmas ekan-a? Ha, unda bugun hech narsa yemaymiz. Yur, do'konlarni aylanib ko'ramizmi? Oyim kelsalar kutib qolarlar-da. Maktabga borishimiz kerak. Darsing tugaganmi? Ha. Meni ham darsim tugagan. Nega oyim keladi? Bugun aytdilar-ku, sizlarni olib ketganda boraman deb. Bo'pti, biroz do'konni aylanaylik, keyin maktabga o'tamiz. Xo'p. Yur. Bo'ldi. Hadeb o'ylavermang. Yo, nimaga qaytib keladi? Qaysonni bolasini tashab ketadi. Va qizini deb kelgan. Qizini ham olsin-da, bo'ldi, keyin daf bo'lsin, ketsin, yo'qolib ketsin bizning hayotimizdan. Menimcha o'sha xotinni o'zi dadajonga yopishyapti. O'ziga borib ayting. Uyini topishim kerak. Baribir topa olmaysiz-ku. Nima qilasiz shu ayol bilan teng bo'lib? Topaman. Mendan qochib bo'lmaydi. Baribir topaman. Yo'q qilaman. Assalomu alaykum. Kelinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar, nima kerak? Opa, bu nech pul? 65 ming. Tillami? Yo'q, oddiy. Sochga taqadigan ham olaylik. Yo'q, shuni olamiz. Oyim taqib yurarlar. Buni yo'qotib qo'yadilar. Mana bu bilak yuzukchi. Bu nech pul? 100 ming. Chiroyli ekan-a? Chiroyli ekan, oyimga yarashadi. Ha, yarashadi. Lekin qimmat ekan. Pulimiz yetmaydi. Sal arzonroq qilib bering. Iloji yo'q. Bor, pullaring bo'lganda kelasizlar. Boringlar.
Ha, ammajon. Biz taraflarga kelib qopsiz. Majbur bo'lmaganimda kelmasdim. Zulfi qani? Zulfi ishdan ketganiga 2 kun bo'ldi. Pattasini qo'liga tutqizib yubordim. Sen o'zi kimsan? Yo, nimanga katta ketasan? Otang qishloqni bir oddiy odami bo'lsa, onang ham kam suqumgina ayol edi. Sen kimga o'xshading, a? Xuddi knyazlarning qiziday o'zingni katta tutasan? Dimog'ing baland. Ammo asabimga tegmang. Men o'qimishli, oliy ma'lumotli shifokorman. Shifokor? Shifokor degani odamni qalbini davolaydi. Sen bo'lsang, qalblarni yaralaysan. Ammo meni kasallarim bor. Hozir obxod qilishim kerak. O'tir joyingga. Zulfini qayta ishga olishni iloji bormi? O'zi zo'rg'a qutuldimi? Unga rahming kelsin. Bechora o'zi zo'rg'a yuribdi. Ustiga ustak homilador. Nima? Hali u homiladormi? Aka, siz oyimga sovg'aga yetmadi-ya. Lekin rosa chiroyli edi-ya. Nima qilamiz, dadamdan so'rab turamizmi? Yo'q, qanaqa qilib so'raymiz? Oddiy, hammasini rostini aytamiz. O'shani rosa olgim keluvdi. Oyim qo'llariga yarashardi-da. Bo'lmasa bir nima qilaylik. Yana bir hafta ovqat yemasak pulimiz yig'iladi. O'shanda olib ketamiz. Aka, ungacha bayram o'tib ketadi-yu. Keyin sotib ketishsa-chi? Boshqa ilojimiz yo'q-da. Ey Xudoyim, oyimga sovg'a olishga yordam bergin. Oyimga sovg'a olishimizni xohlaymiz. Bir marta sovg'a olaylik. Aka, Xudo bizni eshitadimi? Eshitadi. Unaqa demagin, yur. Aka? Pul topib oldim. Mana 50 ming. Endi oyim sovg'alarga yetadi. Jinnim, sen birovniki-ku. Nima qildi? Topib oldik-ku. Kimniki? Bo'ldi. Endi bo'ldi meniki. Yes! Ura! Yes! Ishongim kelmaydi. Nimaga ishonmaysan? Nima? Zulfi tug'a olmaydimi? Qoyilman. Judayam usta xotin ekan. O'zim ham bir nimani sezgan edim. Shuning uchun tili chiqib qolgan ekan-da. Shunaqa. Sen undan ko'ra qaytib ishga ol. Boshqa joylarda sarson bo'lib yurmasin. Sizni hurmatingiz avvalroq olishi mumkin edi, lekin hozir iloji yo'q. Nega olmaysan? Senga nima yomonlik qildi? Chunki homilador ayollarni ishga olib bo'lmaydi. Pulini o'zim beraman. Pulingizni o'zingizga olib qo'ying. Baribir ishga olmayman.
Shunaqami? Shunaqa. Mana 100 ming topib keldik. O'g'irlab kelmadinglarmi ish qilib? Yo'q, sanab oling. Shu chiroyli bilak uzukni onamga olib beramiz deb niyat qilgandik. Xudo berdi. Bu pullaring juda ham eski-ku. Bularni ola olmayman. Nimaga ola olmaysiz? Yirtilmagan bus-butun qarang. Yo'q, bo'lmaydi. Olinglar, boshqa pul olib kelinglar. Oyimga shu bilak uzukni sovg'a qilmoqchi edik, opa. Iltimos bera qoling. Opa, bera qoling. Oyim sizga duo qiladilar. Oyinglarni yaxshi ko'rar ekansizlar? Ha, oyim dunyodagi eng yaxshi onalar. Bo'pti, ber pulingni. Mana bu meni nomimdan oyingga sovg'a. Rahmat. Xo'p, kattakon rahmat. Oyimga aytaman, sizni duo qilib qo'yadilar. Rahmat kattakon. Bozorlaringiz bersin. Yaxshi boringlar. Qarang buni, Nasirboy. O'yin tugagandan keyin oq-qora narsalar, Nasirboy, bitta idishga tushadi, ha? Ha. Juda to'g'ri gapirdingiz. Bir-birimizga raqib bo'lsak ham, hammamiz bir kuni bitta tobutda ketamiz. Hozir. Labay. Alo dada, kelyapsizmi? Sizni uyda shirin ovqat qilib kutib o'tiribmiz. Ha. Hozir boraman. Xo'p dada, ehtiyot bo'lib keling. Rahmat bolam. Xo'p. Boy. Endi men boray. Bolalarim chaqirishyapti. Bolalaringiz mehmon bo'lib qoptimi? Ha, shunaqa. Ha, ko'z tegmasin, Nasirboy. Rahmat boy, aytganingiz kelsin. Ilohim oralaridan mehr oqibat ko'tarilmasi. Mayli, sizni haydovchi borib qo'yadi. Xo'p. Men eski haydovchiga ruxsat berib yubordim. Ertadan yangi haydovchi keladi. Nimaga javob berib yubordingiz? Men begonalarning mashinasida yurgim kelmayapti. O'zimni ishonchli odamim bo'lgani yaxshi. Ofisda ham menga qarashib boradi. Buni qarordan chiqarishdan oldin menga bir og'iz aytib qo'ysangiz bo'lardi. Har qalay, uyni kattasi menman. Boy, mayli, xavotir olmang. O'zim yetib olaman. Mayli. Chiqmadimmi, uzr? Xo'p, mayli. Ha. Yaxshi yetib oling. Rahmat. Uzr. Men bilmabman. Keyingi safar o'zingizcha qaror chiqarsangiz, mendan xafa bo'lmang. Tushundingizmi? Men sizni sevishim mumkin. Ammo tizginimni qo'lingizga berib qo'ymayman hech qachon. Mana buni hech qachon esingizdan chiqarmang. Tushundingmi? Tushundim. Qachon beramiz? Bilmasam. Ertaga ertalab. Lekin zo'r sovg'a oldik-a. Sizga yoqdimi? Ha. Oyimga yoqarmikin, nima deysiz? Albatta yoqadi.
Voy, oyim. Yigit buluqov. Assalomu alaykum oyijon. Assalomu Va alaykum. alaykum assalom. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Kutib qolmadinglarmi? Yo'q. Yo'q. O'z yaxshi ishlab keldingizmi? To'g'risini aytsam, charchadim. Bugun rosa ish ko'p bo'ldi. Sumkangizni bering, men ko'taraman. Yo'q, yengil, o'zim ko'taraman. Yo, bera qoling. Mayli, ola qol. Bugun boshqachasizlar, xursandsilar, ha? Bugun Ilyos 5 oldi. Shunga xursandmiz. Sizni nega kayfiyatingiz yo'q? Voy, to'g'risini aytsam, biroz etim junjikayapti, shamollabman shekilli. O'zim sizga limon choy qilib beraman. Men esa kartoshka qovurib beraman. O'zimga chaqqon dastyorlarimdan. Unda nima qilib turibmiz? Ketdik. Uyga ketdik. Siz kasal bo'lishingiz kerak emas. Xo'p, bo'ladi. Tinchlikmi, birdan chaqirib qoldingiz? Bu gapni telefonda ayta olmasdim senga. Nima gap? Hozir bir xabar aytaman. Faqat hushingdan ketib qolmagin, xo'pmi? Ayta qolsangiz-chi? O'gay onang homilador ekan. Lekin vaqtida haydagan ekansan. Kim aytdi? Qayerdan bildingiz? Bu Jonning o'zi kelib aytib berdi. Og'izlaridan chiqib ketib qoldi. Menga qaytib ishga ol dedi. Siz nima dedingiz? Yo'q dedim. Nodir opa, bu hali bolasini tug'sa, otam ham uy joyiga ega chiqadimi shunda? Bo'lishi mumkin. Balki shuning uchun tug'moqchidir. Xullas, o'sha bola tug'ilmasligi kerak. Qanday qilib? To'xtang, Banu. To'g'ri. Men biroz asabiylashdim. Lekin bundan keyin mendan so'ramasdan biror ish qilmang. Men ham odamman. Men ham xato qilishim mumkin. Men o'zimni sizni xotiningiz qaror qabul qilishga haqqi bor deb o'ylabman. Birinchi kundan menga baqirasiz, baqirmang menga boshqa. Men sizni bunaqa jahldorsiz deb o'ylamagandim. Xo'p, mayli. Bular ish bo'ldi. Aybimni yuvish uchun sizga atagan sovg'am bor. Nima bu? Bir ochib ko'ring oldin. Ko'rasiz. Shunday narsalarni sizdan kutgandim. Rosa qimmatdirsa kerak. Siz bunga arziysiz. Rahmat. Siz bundan ham qimmatiga arziysiz, Banu. Bilaman. Rahmat. O'zimni mehribonim. Xursand bo'ldim. Obbo.
Yana nimaga narsa archib o'tiribsan, ha? Aytdim-ku, kirib damini olgin dedim-ku. Qo'shnini keliniga aytdim. Hozir chiqaman dedi. Kapelnitsa qo'yib qo'yadi. Xo'p. Yana qaytaladim shekilli. O'shanda tuzukroq davolanmading-da. Oyoqda o'tkazding. Mana endi oqibati. Xo'p. Bolalarga o'zingiz biron narsa qilib berarsiz. Qorni och bolalarni. Xo'p. Qani, sen tur. Bora qol. Bor, damini olgin. Biz o'zimiz chiroyli qilib eblaymiz, ha bolalar? Nima dedinglar? Ha. Xo'p. Qani, bora qol. Bolalar. Menga qarash yuborasizlarmi? Ha. Ha. Qani, ketdik. Yuringlar. Bora qol, damini ol. Hasan amaki, oyim tuzalib ketadilarmi? Tuzaladi. Tuzaladi albatta. O'lib qolmaydilarmi? Nimaga unaqa deysan? Oyim shunaqa qilib o'lib qolganlar-ku. Men qo'rqyapman. Bunaqa gaplarni gapirma. Tuzalib ketadi oying. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qani? Boringlar. Matluba oyinglardan xabar olinglar. Xo'p. Biroq olinglar. Xo'p. Hech kim eshigini ochmadi. Ishqilib, qishloqqa ketib qolmagan bo'lsin-da. Qachon kelisharkin? Nodiraga bekor aytdimmikin-a? Nimaga uni homiladorligini aytdim? Ziyon yetkazmasmikin? Tilim qursin. Zulfa juda ham yaxshi ayol bo'lsa, nimaga sevar uni yaxshiligini bilmaydi? Ko'zi ko'r bu qizni. Nodira bilan tili bir. Ikkalasi bir bo'lib Zulfiyani boshiga yetishdi. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Nimadir bo'ldimi Farhodga? So'rashmay chiqib ketdi. Tinchlikmi? Bilmadim oyijon, kayfiyatlari yo'q. Nima bo'ldi? Ishxonada biror nima bo'ldimi? Xabarim yo'q, o'zingiz so'rab olarsiz. Ovqatni pishirib tayyorlab qo'yganman. Hech bo'lmasa suzib yeyishga yararsizlar? Xo'p, kiyimlarimni almashtirib chiqing. Farhod. Yaxshimisan? Mazing bo'lmayaptimi? Kayfiyatim yo'q. Hech kim bilan gaplashishim kelmayapti. Menga qara, issig'ing chiqmayaptimi? Oyi! Tinch qo'ying meni. Men sizga yosh bolamanmi? Aytdim-ku, yolg'iz so'ng kelyapti dedim-ku. Sen nega menga baqiryapsan? Xavotir oldim xolos. Xavotir olmang. Katta bola bo'lib qoldim. Isitmalasam dori olib ichaman. 5 yoshli bolaga qaraganda muomala qilmang menga. Asabim buzilyapti. Katta bola bo'lib qopsan-da. Senga endi onani keragi yo'q, ha? Menga boshqa baqirganingni ko'rmay.
Oyjon, bugun zo'r kun bo'ldi. Meni rosa oyoqlarim charchadi. Men bugun birinchi marta o'zim ishlab pul topdim. Lekin qara qizim, pulga qiziqib qolma. Qora ish qilmasdan yaxshi joylarda ishlashing kerak. Oyjon, yaxshi-ku. Imtihonimga o'zim pul topaman. Sizga og'irligim tushmaydi. Bilasanmi? Hozirgi ishimizdan nimasi yaxshi? Nimasi? Kafeda ishlasang hamisha qorning to'q bo'lar ekan. Voy, oyi. Ana kundan zulmidan qutuldim. Hayotam bor ekan-u. Menga ishim yoqayapti. Charchoni unchalik his qilganim yo'q. Birato'la sen ham ishlay bo'lib qolding. Ana bolani aytgan gapini qara. Zulpa. Voy oyijon. Ketdilar. Voy. Zulpa. Assalomu alaykum. Voy Zulpa. Keling oyijon. Buvi, Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, yaxshi. Yaxshimisan? O'zingiz Yaxshi yaxshimisiz? yuribsanmi? Voy joning o'rgilsin. assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Bu yerda nima qilyapsiz? Zulpa, men yomon ish qilib qo'ydim. Nima bo'ldi, oyi? Seni homiladorligingni Nodiraga aytib qo'yibman. Meni kechir. Og'zimda gap turmaydi. Lap etib chiqib ketdi. Oyi, kep shuni o'ylab o'tiribsizmi? Bilsa bilar, baribir uni qo'lida ishlamayapman-ku. Qani yuring ichkariga. Yuring. Xo'p. Ketdik. Yuring. Hozir Shohruh, sen ketaver. Bo'pti bolam. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Yuring. Ketdik. Yur. O'ziga piyola olib kelmadingizmi? Yo'q, bilasiz-ku. Men kechasi choy ichsam, ertalab yuzlarim shishib ketadi. Oling. Bunisi boshqacha. Xitoydan olib kelib berishdi. Boshqacha bu, a? Boshqacha. Yangisi shekilli. Xitoydan kelgan deyapman-ku. Rosa chanqagan ekanman-a. Sizni nima xohlashingizni juda ham yaxshi bilaman. Yuragim bilan his qilaman, yuragim bilan. Siz o'tirib turing. Meni sizga surprizim bor. Juda keyingi paytda surprizlar ko'payib ketdi-da. Dilshod aka, menga Niluni yangi manzili kerak. Tinchlikmi? Ha, iltimos yo'q demang faqat. Men u bilan gaplashib olishim kerak. Mayli, menda bor manzili, lekin o'zingiz borsiz bera olmayman. Birga borsak mayli. Mayli, qachon vaqtingiz bor? 2 soatlardan keyin. Bo'pti, kutaman. Chalni mana shu seyfida ham bir gap bor. Mana shu seyfni ichida nima borligini bilishim kerak. Ha, buva, meni g'iybatimni qilib o'tiribsizmi? Sen qayoqdan paydo bo'lding, ofat? Sizga lagatsiya boraman. O'sha yerga kelavering. Ko'rishamiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Buvimga g'iybat uchun odam topilibdi-da. Rosa meni yomonlayotgan ekanlar, borsam.
Ertalab o'zim olib kelaman. Yo'q. Siz uni uyiga bormaysiz. Ikkinchi qavat o'ng qo'ldagi uy. Bo'ldimi, unda kirib chiqay. जी दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको जो चीज़ मैंने उठा के रखी है, देख सकते हैं, इसका रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो फुल वॉच करनी है, लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये है जनाब Ostream की MP3, जो कि बहुत ही साउंडफुल और बेहतरीन इसकी कलेक्शन है साउंड की। ये है डब्बे से ओपन, ये बैक साइड पे मतलब USB लग सकती है डायरेक्टली, और इसमें कार्ड भी लग जाता है। टैब से चार्जिंग है। ये मैंने अपनी शॉप के लिए यहाँ इसे एडजस्ट किया हुआ है, और यहाँ लैपटॉप पड़ा है, यहाँ ये पड़ी है। उसके बाद मैं आपका रिव्यू करवाता हूँ इसके डब्बे में। जो इसकी क्वालिटी है, ये इसका डब्बा है Ostream होम TV साउंड है, देख सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी और पावरफुल साउंड सिस्टम Ostream का टर्बो वायरलेस साउंड बार Ostream मास्टर, ये बहुत ही प्यारी और उम्दा है। आज मैं आपको अपनी शॉप पे मुकम्मल रिव्यू करवाने जा रहा हूँ, ताकि आप चीज़ देख सके। ये है MP3, जो कि मैंने अपने इस्तेमाल के लिए यहाँ इसे इंस्टॉल किया हुआ है। अब बारी आती है हमारी शॉप की, तो मैं आपको शॉप का रिव्यू देता हूँ। यहाँ मोबाइल पड़े हैं हमारे पास फॉर सेल, कीपैड MP3, और ये एक पावरफुल पावर बैंक है। ये भी उस Ostream का 22.5 वोल्ट। ये है जनाब कितने mAh का, कमोबेश ये होगा मेरे ख्याल में 20,000 mAh का। हाँ, ये देख लो 20,000 mAh पावर बैंक, फुल कंप्लीट सुपर चार्जर पावर बैंक है। अब बहुत ही इसमें ये केबल भी साथ दी है, डबल टैब सी और आईफोन की। ये इसकी स्क्रीन लगी हुई है, और बहुत ही पावरफुल पावर बैंक है। उसके बाद अगर बात की जाए मोबाइल डब्बा बैग की, तो ये है हमारे मोबाइल डब्बा बैग जो हम शॉप पे सेल करते हैं। ये चार्जर पड़े हैं, और ये है हमारी बाकी एक्सेसरीज। ये भी हमने रखा हुआ लाजमी अपनी शॉप पे। ये है शॉप का रिव्यू। ये कार चार्जर भी पड़े हैं, बैटरी चार्जर भी पड़े हैं, सेल्फी स्टिक भी पड़ी है, ये टॉर्च भी है, चार्जर भी है, और साथ में ये कवर की बैक साइड पे लगने वाले फैंसी बटन भी पड़े हैं। उसके बाद आ जाते हैं रिपेयरिंग लाइन में। तो सबसे पहले ये है हमारी रिपेयरिंग वाली चेयर, जिस पे मैं अब बैठूँगा और आपको मुकम्मल रिव्यू करवाऊँगा। ये है हमारा मीटर, जिस पे हम चेक करते हैं। ये काबिया, ये हीट गन, ये सप्लाई, ये उसका बोर्ड, और बाकी ये मरीज़ पड़े हैं।
कुछ ठीक हुए हैं और बाकी को हमने ठीक करना है। ये हमने गर्मी का तोड़ रखा हुआ है स्पेशली, जिस पे हम मतलब है कि ज़्यादा गर्मी हो तो हम इसे चला लेते हैं काम करने के दौरान। और ये हमारे औजार और बाकी सारा सिस्टम तुम्हें पता है जैसे रिपेयरिंग वालों का सीन बना होता है, इस तरह का सीन है। ये CTC थिनर पड़ा है, एल्फी पड़ी है, शोल्डर वायर पड़ी है और इस तरह का सामान पड़ा है। ये है हमारी सप्लाई, ये हमने लाइट लगा रखी है। ये है हमारी दुकान का पहली साइड का रिव्यू, दुकान का रिव्यू। यहाँ हमने क्रीम रखी हुई है, जब हम थक गए तो चलो रेस्ट कर सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।